Kaizen nima deydi? Doimiy takomillashtirish, shaxsiy samaradorlik. İşçiler ketib qolyapti degan gapda ishchilarni mehr uyg'ota olmayapti. Ya'ni vovlechonность deydi, ishchilar ishlab jalb qilish. Juda zo'r mukammal ishlab chiqilgan strategiya hisoblanadi. Xo'p, buni o'zini bo'limlari bor. Har bitta bo'limda ketma-ketida qilish orqali, yoki bo'lmasa ishchilarning ishga bo'lgan muhabbatini uyg'otish orqali kunda bugungidan ko'ra, kechagidan ko'ra bugun yaxshiroq ishlashing kerak degan narsani o'rgatish. Yaponiyada bu narsa odamlarni xuddi bizga to'yga taklifnoma kelsa ertalab nahorga oshga borishim kerak degan narsa bor. O'shanaqa singib ketdi. Nahorga oshga borishim kerak holatda joylashtirilganki, bu narsa hayotiy jarayon bo'lganligi uchun ham bularda foyda beradi. Bizda ham masalan aytaylik o'sha to'y qilishda yoki bo'lmasam oshga borishda yoki bo'lmasam har xil o'sha madaniy anaqalarimiz bor. Choy quyish, uzatish masalan 3 marta qaytib. O'shaqa madaniy narsalarni bular ishlab chiqarishga joylashtirishgan. Shuning uchun bularda foyda beradi. Qaysi? Chunki bularda qon-qoniga singib ketgan, yoshligidan boshlab o'sha narsa rivojlangan. Minna ishyo degan narsa hamma birgalikda deydi. Yapon maktablarida ovqat yeydigan mahalda bitta lider tayinlanadi. Haligi lider borib bolalarga ovqat sotiladi. Fartugini kiyadi, boshini kiyadi. O'qituvchi aralashmaydi. Bolalarning o'zi birinchi sinf bo'lsa ham, 9-sinf bo'lsa ham, 11-sinf bo'lsa ham bolalarning o'zi birgalikda ovqat tayyorlashib, birgalikda ovqat yeyishadi. Bu narsa shu maktabdan boshlanadi. Yoki bo'lmasam tozaloq. Bizning kompaniyada uborish degan shtat yo'q. Lekin mana bu ofislar, o'zimizning naqalar bor. Ishlaydigan joylar. Ularni o'zimiz har juma kuni obeddan keyin tozaloq bir soat. Shachor tushadi, tozaladi. Jo'midimiz yordamchi shachor yordam beradi. U ham shu yerda pilisos qo'lga olib va chaynatadi degan. Farqi yo'q. Nima ish qiladi, qayerda ishlaydi? Bu ham o'sha madaniyatda turib, oldindan singib keldi. Yapon maktablarida ham bu narsa bolalarimiz. Inson omili, mashin, оборудование, material, xomashyo, metod, uslub. Shu to'rtalasi ishlab chiqarishdan asosiy usul sifatida olingan. Bizda ham xuddi shunaqa shu to'rtga asoslanib ishlaymiz. Xo'p. Endi o'yin bor. Endi 4 kishi kerak. 4 kishi. Qaranglar. Urmaysizmi bilan? Men deyapmiz, ishlab chiqarish tashkil qilishni oldin to'rtta nafar ish ko'rsatib berishga harakat qilaman. Men deyapmiz, bu inson omili bor. Ha? Mashin deyapmiz, оборудование bor. Оборудование bor. Material deyapmiz, shu оборудованияni ishlatish. Material deganda sizlar ko'rib turibsizlar, mana bu tomonga qarab, qo'lni mashina qilib ishlashlar. Xo'p, faqat inson. Faqat bitta lider kerak. Lider. Boshqa bitta liderni qo'yamiz, orqasiga bitta odam, bitta o'rtadagi mana bu holatda shu. Keskin. Mana bu. Teksturda maqsad bitta ishlab chiqarishda sifat yaxshilashimiz kerak-da. To'rttalar tenglarga o'tirib turishlar. Maqsad tenglarga o'tirib turishlar. Tushundingizmi? Nimaligini? Qanaqa emas. Nimaligini tushuntiradi. Tenglar. Siz brigadasiz, siz boshqasiz. Sekin turamiz. Teng tushibdimi taxmin? Sekin yo'q. Ishlab chiqarishda ham bu shunaqa. Metod asosiy urg'uni beradigan joy hisoblanadi. Har bitta kompaniyada, inson omili bo'lishi mumkin, material bo'lishi mumkin, mashina bo'lishi mumkin, lekin metod bo'lmasa. Taxti tekis tushib chiqish uchun jarayonlarni to'g'rilamasa, jarayonlar to'g'rilashi. Bu to'rtta omilda foydasi umuman kerak. Foydasi bo'lmaydi. Har bitta kompaniya o'zini metodini ishlab chiqish kerak. Uslubiyoti bo'lishi kerak. Boshqaruvda ham, jarayonlarda. Aka brigadirada 1-2-3 ga sanayman deb turib to'g'ri yo'l tanladi. Lekin shu narsani qat'iy qilib belgilash kerak edi, aka. Meni buyrug'im bilan degan narsani aytish kerak. Akani buyrug'i bilan emas, qolganlar ham sanadi. Agar qolganlar akani eshitganda balkim taxti to'g'ri tushib chiqadi. Aka metodni yaxshi tanlolmadi. Sifatli bo'lmadi. Metodda biz ham rahmat akalar o'tiraylik. Metodda biz kompaniya ham
o'ziga mos bo'lgan metrni tanlab olgan, 4mni ushlab turib, 3 ta H harfini qo'shib olgan. 3 ta H harfi Yaponiyani hajmetik birinchi marta Henko o'zgaruvchi bo'lgan vaqtda hissashi bo'lib uzoq vaqt. Bu narsani yapon so'zlaridan olingan H harfini 3H 4M deb turib biz boshqaruv tamoyilini boshqaramiz. 4M 3H. Bu nimani anglatadi? O'zgaruv bo'layotgan nuqtalarnigina nazorat qilish orqali yoki bo'lmasam birinchi marta bajarilayotgan nuqtalarnigina nazorat qilish orqali yoki bo'lmasam uzoq vaqtdan keyin bajarilayotgan ishlarni nazorat qilish orqali tizimni yo'lga qo'yamiz. Jarayonni ketma-ket yo'lga qo'yamiz. Xo'p, buni yana ham soddoroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p. Yo'l uzun yo'l. Bir xil harakat. Oldiga ro'paradan kelayotgan mashina. Avariya sodir bo'lish ehtimoli juda past bo'ladi. Avariyalar qachon sodir bo'ladi? Avariyalar chorrahalarda yoki bo'lmasa svetofor bo'lgan joylarda. Ya'ni o'zgaruvchanlikka moyilligi bor bo'lgan joylardagina avariya bo'lish ehtimoli yuqori. Bitta yo'lda to'g'ri harakatsiz hech qachon avariya bo'lish ehtimoli kam. Bizda ham o'zgaruv bo'ladigan nuqtalardagina urg'u berib turib tekshiriladi.